Tuzli suvda cho'milishning 4 ta eng foydali tomoni. Ular qaysilar bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. 4-inchisi eng muhimi. Birinchisi tashvish, stress va asabiylik. Tuzli suv tanadagi kortizol gormonini, ya'ni stress gormoni darajasini pasaytiradi. Magniy tuzi orqali cho'milish tinchlantiradi va ongimizni yengillashtiradi. Ikkinchisi mushaklar va bo'g'imdagi og'riqlar. Tuzli suv yallig'lanishni kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Mineral tuzlar mushaklarning tiklanishini tezlashtiradi. Uchinchisi ong ostini tinchlantirib, ichki salbiy holatlardan chiqishga yordam beradi. Tuzli suv orqali tozalanish bu ong ostiga yangilanish darajasini beradi. 4-inchisi va eng muhimi, uyqu muammolaridan xalos bo'lasiz. Tuzli suvga cho'milgandan so'ng tana yengillashadi, mushaklar bo'shashadi va uyqu sifatini yaxshilaydi. Bu videoni uyqusizlikdan qiynalayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.